Hozir obunachilar mana kecha chiqargan, misol bugun Hikmatullo uz kanaliga chiqarilgan mana ayiq polvonimiz oxirgi marta emvasin. Misol emizganim yo'qdi 2-3 kundan bos. Sigir bersa, sut bersa, sutdan ichaveradi, lekin sutdan chiqarsa bo'ladigan bu qochani 30 dastlabkasi ichida Samarqandga sotdik ekan mana. Samarqand aka mana 32 099 baldaq raqam. Mana o'zimniki mana akalar, haligi 25 million misol mayda qilgan aka-ukalar, misol kelgansizlar, qilgan aka-ukalar mana o'zimniki. Shu 1 metr abag'dagi, pastdagi novas. Endi 1 metr plyusdagi mana buqam mana akalar mana. Farqini bilib oling, ammo rangi ham, sifati ham hamma yo'qaliga bir xilga o'xshaydi. Lekin o'zimniki oq ko'proq ekan mana tepasida. Mana qizili ko'proq ekan mana tepa tomonida. Lekin turishidan bir xilga o'xshaydi. Mana akalar, oxirgi marta prosta uzoq yo'lga chiqib sutdan ichsin, yemni ham berib qo'yay. Endi haliga salkam 12 soat, 13 soat yuradi. Samarqandga sotdim akalar. O'shanga emizib qo'yaman. Ana ikkita pusovchalarim. Janovarlar, mashalloh deb qo'ying akalar mana. Zo'r boqingni olingni, misol 20 million so'm, 18 million so'mga oling akalar. Misol mashina qilib sigir tagiga qo'shib, mana bu sigir ham kichkina sigirlar emas, semental sigirlar akalar. Buni borini berib emizib boqingni, misol chiroyli boqingni, yaxshi pulga soting akalar. Kerak bo'lsa mana shunaqa buzoqlar akalar 23 million, 25 million so'm ham akalar. 25 million so'm, 23 millionga bermaydi-yu. 25 million so'm misol. Mana kerak bo'lsa mana 30 million so'm ham akalar. Kerak bo'lsa 31 million so'm ham. Kerak bo'lsa 35 millionga ham misol sotasizlar akalar. Bu o'zingizga taqali oyma-oy barib ziyon qilmaydi, ketaveradi akalar. Sutga to'ygani baribir boshqa narsa akalar. Mana akalar. Dumba sovargan jonivar Samarqand akaga nasib qildi mana dumba so'rgan buqachamiz. Bu jonivar mashalloh ona bellari ham to'lib ketgan akalar, mana bellari ham to'lib ketgan. Doğrusu mashinani ham o'sha holatda chiqarib beraman akalar. 2 oydan keyin chiqarib beraman, mana shu holatda qilib beraman akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini akalar hozirgi paytda 20 million so'mlik bo'lib turgan buzoqlar akalar. 20 million, 21 million so'mlik bo'lib turgan biz yangi tug'ilgan buzoqlarni olib mana o'zim qo'shib akalar, chiroyli chiqarib beraman, mana shu holatda. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yuvosh, silab misol hamma tomonlama yuvosh qilib beraman qisasi. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Faqat tozasi bizdan akalar, tozasi. Tiqilib ham qoldi sutga. Janovar. Qaranglar. Ha, mashalloh, qaranglar akalar, sut og'zlarini janovarlar talashyapti. Bu yo'g'ini kichkinalar ana. 1 oylik, 10 kunlik ko'zlar. Janovar. Sigirlar shunaqa o'rgatilgan, beylanmagan ham, prosta yem solib qo'ygan xolos sigirlarga. Mana akalar. Go'zalda bu janovarlar, masa qilasan akalar. Misol ana qilib boqib akalar. Hamma narsani ham o'ziga yarasha mashaqqati bor, mehnati bor akalar. Haliga to'g'ri 2 million, 3 million foyda qilinadi akalar. Yangi tug'ilgan buzoqni boqib, oyma-oy boqib foyda qilinadi, lekin mashinga o'xshagan mehnati bor akalar. Mehnati o'ziga yarasha mehnati bor akalar. Mana ana oyog'i qiyshiq kelgan buzoqni mana oyog'i nargi tomonida jichcha qopdi, o'zi tiklanib bo'ldi hisob. Yana bir 10 kundan keyin akalar kushat yo'q hisob oyog'i tikka stakan tuyoq bo'ladi misol tuyoq. Mana shu buzoq. Buni sotish uchun emas, o'zim boqish uchun 3-4 oylik qilib sotaman baribir. O'shancha olgandim akalar. Mana akalar. Aqda bo'g'azlarim. Naryoqda bo'g'azlarim men tuxsuvlarga ham qo'shaman. Ular bolasiga qo'shib turib yana qo'shaman. Aqda bittasi rossiyskim bor, bitta sementalim bor toza. Ikkovsiga ham bittadan qo'shaman. Talashi emiyapti. Tuxumni ber. Mana kalsiysi kamlagan akalar, obunachilar, mana qaranglar. Mana bedana tuxum, ana shu oyoq qiyshiq tug'ilgan, misol sinali qiyshiqroq kalsiysi kam mana bedana tuxumdan 10 dona mana bedana tuxum akalar, yolg'on bo'lmasin. Ana shu holatda mana shu buzoqga yangi kelgan misol oyoq qiyshiq buzoqga beraman misolni. Mana qarab turinglar. Janovar. Ana shunga ham bittadan like bosib qo'ying akalar. Hozir suskanimda mana qarang, emiyapti.
Janovarlar qarang akalar. Shunaqa mehnati bor akalar. Mana qolmadi. Ozgina nimasi qoldi. Mana bittasiga ichirib olamiz kattalarga. Hali piramay tepasidan o'yamman akalar. Haliga uzib olganim akalar. Shunga ham bittadan like bosib yuboring akalar mana. Bunisiga ichirib olamiz. Bularga shart emas kattalarga. Shunga asosan shunga beraman. Ming haliga garmonlik dori kalsiydan ko'ra mana tabiiy bedana tuxummi, misol oddiy uy tuxumimi, to'g'ri tuxum bersang ham kalsiysi bor akalar. Mana bu zo'larga ham bersanglar bo'laveradi. Men endi ularga ortiqcha rasxod qilib sut beryapman. Prosta mana oyog'i nima bo'lganiga beryapman. O'sha tezroq tiklantiradi oyog'ini. Kalsiysi kamligidan mana shunaqa oyog'i sal qiyshiqroq nimaroq tug'iladi. Mana u sut qolmadi, endi tishlashni boshladi bu zo'lar. Mana shu tepinyapti mana. Akalar. Hak bosib oling mana qarang akalar. Turishini qarang, janovarlar. Prosta sut bermayotgandim, mana bugunga berib qo'yaman akalar. Haliga uzoq yo'lga chiqyapti, hozir yemni ham yeydi, to'yib. Pashta 12 soat, 14 soat ovqat hech pulov yemasdan boradi Samarqandga. Mana shuning uchun ichirib qo'yaman. Bu akaga sotdim, akani ham sigiri bor ekan. Misol ishqibozchilikka yana sut beraman desalar, beraveradilar. Bersalar misol men o'zim 1 yoshgacha beraman, o'zim rulik ishlataman degan. 1 yoshli buqamni, 1 yoshga bormagan buqamni 47 millionga Farg'onaga sotdim. Fevral oyidami, yanvar oyidami sotdim. Ashi buqamni hozir 60 millionga bermayapti ekan. Ashaka misol kommentariyaga ma'nadan deb bittadan like bosib qo'ying ekan. Ashu buzi sut berardim, 20 litr sut berardim, shu paqirda berardim shu novasga. Misol mashinga ham yana bir 5 oy bersalar, u vahshiy qo'yib yuboradi novas. Mashg'ulotda ham qo'yib yuborsa, bu darajada misol uchunchasi boqmaydi ham sut beradi. Shu bersalar misol ortiqcha sutlari bo'lsa, bunu qarang akalar. Janovarlarni qarang, turishini yemishini janovar. Talash yemayapti. Sigara o'sha 7 litr suti bor hozir, misol bir mahalligisi ertalab ko'sicha ko'proq, kechki payt ozroq. Hozir 3 litrdan, 3,5 litrdan tegadi bitta buzildi hozir mana shu bitta sigara suti bir mahalligisi. Ertalabkisi ham shu pashta. Hozir mana buzasi bittadan qo'shishim kerak. 15 ta sutga bitta buzoq yemish kerak-ku. Mana ularni tug'ish kerak, shunday qo'shaman. Yelim nima bo'lgan, ana yelim qo'zg'ayapti sigirlarim, mana bo'g'azlarim. O'shalarga qo'shgani tayinlanib turibman, baquvvatroq qilib. Yelim ham bez tug'iladi, o'shanga bezlarini yumshatib beradi, urayib. Janovar. Yakki bosib boramiz Islomjon kanaliga akalar. Mashalloh deb qo'ying akalar. Men kommentariyaga kirib mashalloh menga ham nasib qilsin deyin akalar. Havas qilganlar akalar. Negativchilar ham mashalloh deb qo'ying akalar. Lekin hasad qiluvchilar ham, misol hasad qiluvchilar.